Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 24-bob keyingi kommunizm. Navbatda ko'rilishga boshlagan yangi bir hodisa keyingi kommunizmdir. Gerçi 20 asr kommunizm g'alaba qilgan davr bo'lolmagan bo'lsa-mu, ammo haqiqatan kommunizm g'oyat zo'r xiris qilgan davr bo'ldi. Bu xiris kommunizm ta'sirining ojizlashishiga ergishib, tezlikda yo'qashga boshladi. Kelgusida o'zaro ziddiyatlik hodisa ko'riladi. Kommunizmning muvaffaqiyat qozonolmasligi kompartiya davlatlarining korxona erkin tijorat yo'nalishiga qarab yanama ilgirlab taraqqiy qilmaganligiga, partiyaning ijtimoiy turmushga bo'lgan bevosita kontrolligidan voz kechmaganligiga borgan siri bog'liq bo'lib qoldi. Shunga keyingi kommunizm shundoq bir tuzumki, bu tuzumda kommunizmning yo'qolishi shunchalik darajaga bordi. Mayli marksizm nazariyasi bo'lsin yoki o'tmishdagi kommunistlarning amaliyoti bo'lsin, hammasi u chog'dagi davlatlarning siyosatiga endi mo'yim ta'sir ko'rsatilmaydi. Qisqacha aytganda, kommunizm o'zlarining hokimiyatining, ya'ni davlat iqtisodiy bu hokimiyatda olg'a bosolmaydi. Asosiy degan kommunistlarning eg'izidagi haqiqiy kommunizm, amaliyotda kommunizmning mohiyatidan chatnash degan kommunistlar tap tortmasdan kommunizm nazariyasini oshkora inkor qilgan kommunistlar. O'zini kommunist degan barliq kishilarning hammasi endi astoydil holda kommunizmning nazariyasini ijtimoiy siyosatga yetakchi qilmaydi. Bular dal keyingi kommunizm sistemasidagi hodislar. Sovet ittifoqi, Jungo va Sharqiy Yevropadagi har qaysi davlatlarning hammasi ya asta yoki tez holda keyingi kommunizm bosqichiga kirdi. Keyingi kommunizmdan iborat bu tarixiy taraqqiyot bosqichining ko'rilishi aniqla kishilardan ikki muhim masalani o'ylanib beqishni talab qiladi. Birinchi, marksizm-leninizm diktaturasi paydinpay ko'p xillashgan demokratik siyosiyga yoki ma'lum shakldagi davlat mustabidligiga o'tamdi yo'q. Ikkinchi, 20 asrdagi kommunizmning siyosiy nazariyasining miroslari qaysilar? Darvaqa, bugungi kundagi atalmish kommunizm dunyosidagi davlatlarga qaraganda keyingi kommunizmga o'tish masalasi nazariyada kishining diqqatini intayin tortadigan siyosiyda favqulodda muhim masala. Bugundan keyingi necha 10 yilda bu masala kommunizm dunyosini intayin mushkul ahvolga patqizib qo'yish mumkin. Bu masalaga qarta kommunistlar tahlil qilishni talab qilib qolmasdan yana amaliyotda tushuncha berishni talab qiladi. Gerçi eng oxirgi natijasini to'g'ri faraz qilishga amalsiz bo'lsa-mu, ammo g'arbdan inchika bir strategiya tuzib, keyingi kommunizmning o'ngishli holda demokratik siyosiyga o'tishini ilgari surishini talab qiladi. Umumlashtirib aytganda, kommunizmning zo'r mag'lubiyatidan keyin kommunizm hokimiyati yiroqdan qaraganda ehtimol ikki xil asosiy tanlash chiqarishi mumkin. Birinchi, paydinpay ko'p xillashgan jamiyatga o'tish. O'tkinchi mezgilda darajasi o'xshamagan davlat egiligidagi va shaxsiy egilikdagi aralashma iqtisod borliqqa keladi. Avamning ijtimoiy demokratik ingi o'zliksiz kuchayganlikdan bu xil e'tiqod qonunliq deb qaraladi. Shunga ba'zi kompartiya davlatlari eng oxiri xalq ommasi qat'iy talab qilgan erkin tijorat qiladigan shaxsiy korxonalarni asos qilgan ijtimoiy tuzilmaga o'tishni boshlanish nuqtasi qilgan yo'lga qarab mangdi.
Ikkinchi, hozirgi tuzilmaga asosiy jihatdan cheqilmasdan davlat taraqqiy qilishga amalsiz qilish. Bu davlatlarning rahbarlari hozirgi siyosiy tuzilmani operatsiya qilishga jur'at qilolmaydi, balki harbiy saqchilarga tayanib, mustabid hokimiyatni saqlab qoladi. Ular an'anaviy marksizm, leninizmdan emas, balki millatchilikdan barg'ansir foydalanib, o'zining asosliq siyosiy nazariyasining asosi qiladi. Yuqorqi ikki tanlashda ikkinchi o'rinda turadigan, ammo ahamiyat berishga arziydigan masala bo'lsa, bu ikki yo'nalishga qarab o'zgarish paydam-pay bo'ladi. Yana har vaqt bir qism ig'ir malamanchiliklar yuz berdi. Bugunga qadar tarixiy xotirlardan qaraganda kompartiya davlatlarining birinchi tanlashni chiqarishining kelgusi kishini ancha xush qilmaydi. İspaniya va Portugaliya faşist hokimiyatining ahvoli o'xshamaydi. Bu ikki hokimiyat jamiyat va iqtisodning mustaqil faoliyatiga ruxsat qildi. Hal qilg'uch paytda bu faoliyatlar ko'p xillashgan siyosiy faoliyatlarga o'zgaralaydi. Shunga Ispaniya bilan Portugaliya paydam-pay o'zgarishni amalga oshira oladi. Lekin Sovet ittifoqicha hokimiyat qurgan ijtimoiy tuzilma hokim mutlaq shaklda bu dal siyosiy ko'pxillikning barliq kelish ehtimolligini tubdan chetga qoqdi. Nisbiy qilib aytganda, hokim mutlaqlik nisbatan oz bo'lgan Yugoslaviyada Leninizmni manba qilgan kommunistik partiya bir partiyalik tuzum an'anasi boshqa siyosiy rahbarlik kuchlarining barliq kelishini besibli qolmasdan yana bu davlatning paydam-pay ma'lum shakldagi sotsial demokratik tuzumga o'tishiga to'sqinlik qildi. Buningdan sirt ilgari bayon qilingandek ideologiyaning suslashishiga ergishib, har qaysi davlatlarning kompartiyalaridagi hukmron qatlam millatchilik shuari orqali o'zlarining hokimiyati va hokimiyatining qonunliq o'rnini kuchaytirishga barg'ansir yuzlanadi. Bu ahvol kommunizm Polshasida allaqachon yuz berdi. Polshadagi harbiylarning rahbarligi partiyaning rahbarligidan ustun turdi. Sovet ittifoqida bu ahvol yuz berdi. Gerçi uncha ro'shan bo'lmasimi, ammo buning yuzlanishi marksizm, leninizm nazariyasining jalb qilish kuchining kun sari kichiklashiga ergishib, uzluksiz kuchaydi. Gumonlanishning hojati yo'qki, Jungo rahbarlarining kuchlik millatchilik engi bor. Gerçi bu kommunizm nazariyasining hayotiy kuchini davomli saqlab qolishga foydasiz bo'lsa-mu, ammo millatchilik aqidasini eng unumli holda mustabid hukmronlikqa o'zgartgan huquq organlarining mustahkamlab Jungoning demokratiya musofasini kechiktirishga foydaliq. Lekin keyingi kommunizmning texmo demokratik yo'nalishga qarab taraqqiy qilish mumkinligini butunlay inkor qilish ham xatodir. Ba'zi kompartiya davlatlarida jamiyatning o'zini ozod qilish harakati hamda siyosiy tuzilma kontrol qilmaydigan avom jamiyati borliqqa keldi. Bu keyingi kommunizm davlatlarining paydam-pay haqiqiy ko'p xillashgan siyosiy tuzilmaga o'zgarishining mumkinligini tushuntirib berdi. Yangicha ommaviy media tashviqot vositalarining rolini joriy qildirish alohida muhim. Chunki bunday qilish kommunistlarning ijtimoiy siyosiy tashviqot monopolligini buzib qolmasdan yana o'xshamagan siyosiy ko'zqarashlarning tarqalishini mumkinlikka aylantirdi. Tövəndəki jadval kommunizmning tarixiy musofasida necha bosqichni boshdan kechirishining mumkinligini tushuntirib qolmay, yana hozirgi mavjud kompartiya hokimiyatlarining siyosiy islohot musofasida yuz berish mumkinchiligi bo'lgan kutilmagan voqealar bayon qilingan. Jadvalning tafsiloti kitobda.
Dal yuqorqi tahlilda ifodalangandek, kommunizmning tarix jarayonida intayin muhim bo'lg'ini hamda muqarrar yuz berish mumkin bo'lgan bosqich ikkinchi bosqichda kommunistlar mustabid hokimiyati ehtimol o'xshamagan 4 yo'nalishga qarab o'zgarishi mumkin. Jadvalda ko'rsatilgandek, 3-bosqichda, ya'ni keyingi kommunizm mustabidligi bosqichiga o'zgarish ehtimolligi nihoyatda cho'ng. Boshqa ehtimolligi kichikroq bo'lgan 3 o'zgarish bo'lsa, kompartiya davlatlarining yemirilishi, hokim mutlaq davrga qaytishga urinish, bevosita ko'p xillashgan demokratik davlatga o'zgarishdir. Mayli qaysi ahvolda bo'lsin, bu o'zgarish jarayonlarida kompartiyaning ommaviy media tashviqot vositalariga bo'lgan monopol huquqini yo'qotishi, kompartiyaning hokim mutlaq hukmronligini buzishi hal qilg'uch muhimdir. Kompartiya davlatlarida bo'libmi faqatli kompartiya birli partiya butun kuchi bilan ideya singdirmichilik qilgan ahvolda tövandikidek ahvol yuz berdi. Ya'ni xalq ommasi ideyada qapsilib qolgandek hissiyatda bo'lib, har xil uchurlarni tushunishga aldiraydi. Shunga ular chet el radio stansiyaları, televiziyasi, sin olg'u lentasi, maxfiy jurnal qatorliq yangicha ommaviy tashviqot vositalarining ta'sirida paydinpay hukumat bilan o'xshamagan siyosiy qarashga ega bo'ladi. Iqtisoddagi mag'lubiyat sabablik siyosiyda jonlangan ziyolilar yuqorida deyilgan siyosiy ko'z qarashga asosan ijtimoiy iqtisodning ko'p xillashishi va siyosiyning ko'p xillashishini talab qildirib qolmay yana qonun tuzilmasi qurilishini kuchaytirishni talab qiladi. Kommunistlarning allaqachon vaqti o'tgan iqtisodiy islohati, ya'ni islohot jarayonida pul qo'ydi va huquqni qo'yib berdi. Maqsadsizlar bu xil iqtisod va siyosatdagi o'zgarishni ilgari surish rolini o'ynaydi. Eng oxirgi natijasi bo'lsa, jamiyatdagi har qaysi sohalar hokim mutlaq shakldagi diktatorga hujum qo'zg'aydi. Kommunizmning dunyosidagi ba'zi davlatlar 2 yoki 3-bosqichda turmoqda. G'arb davlatlari Iroqni ko'rar strategiya tuzib chiqib, kompartiya davlatlarining keyingi kommunizmdagi demokratik yo'nalishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surish kerak. Bu strategiya keyingi kommunizm o'tkinchi mazgildagi davlat mustabidligi bosqichini ko'p qism kompartiya davlatlarining marksizm, leninizm sistemasining kontrolligidagi paydinpay qutulib chiqishidagi saqlang'il bo'lmaydigan taraqqiyot bosqichi deb qarash kerak. Lekin bu bosqichning natijasi qisqa bo'lib, demokratiyalashish musofasini ilgari surishga cho'qim foydali. Chunki iqtisodiy kasodchilik sabablik ammo kompartiyaning hukmronligiga umumyuzlik norozi bo'lgan ahvolda savr taqit qilmagan ammo ehtimol keng ko'lamlik payti texi pishib yetilmagan to'plan ko'tirib kompartiyani kuchlik inkos qaytarishga qistishi, to'planni bostirishi mumkin. Shunga keyingi kommunizmni paydinpay demokratik siyosiyga o'tkazishdagi strategiya tuzib chiqish tarixiy ahamiyatga ega hamda intayin jiddiy vazifa. İnsani huquqqa hurmat qilishni tashabbus qilish ta'siri g'oyat zo'r, ahamiyati cho'nqur bo'lib, kommunizmning halok bo'lish musofasini teziltadi. İnsani huquq bugungi davrdagi eng jalb qilish kuchi bor siyosiy ko'z qarash. G'arb insoniy huquqqa hurmat qilishni ullik xitob qilishi barliq kompartiya davlatlarini mudofaa holatiga tushirib qo'ydi. İnsoniy huquqning shunchalik jalb qilishining sababi madaniyat saviyasi kunsiri yuqori ko'tarilayotgan, siyosiyda allaqachon uyg'ongan ammo barliqqa keldi. Ularni yana dunyo bilan ayirib etish,
ularga ideya singdirmichilik qilish intayin taslashib ketdi. Keyingi kommunizm mustabid hokimiyati insoniy huquq sadolarining buzg'unchiligiga intayin oson uchraydi. Chunki bu xil hokimiyatda umumyuzlik kishini qoyil qiladigan mukammal ideologiya nazariyasi yo'q. Shunga nazariyada yo'chiq ko'p, siyosiyda bir peshvaga bardoshlik berolmaydi. İnsani huquqqa hürmet qilishga chaqiriq qilish hozirgi kompartiya davlatlarini mudofaa holatiga tushirib qolmay, yana yer shari miqyosidan qaraganda demokratik davlatlar bilan kompartiya davlatlarini aniq ayirish siziqini sizib berdi. Dünya xalqining nazarini kompartiya davlatlarining avomning erkinligini tortib olganligiga, shaxsiy huquq manfaatiga daxli taruz qilganligiga, mukammal qonun tuzilmasi yo'qligiga, ommaviy media va iqtisodiy turmushga qattiq siyosiy kontrolliq yo'lga qo'yganligi qatorliq taraflarga markazlashtirish kerak. Bunda qilish kishilarni ko'p partiyalik tuzum, bozor iqtisodiy va haqiqiy demokratiya tuzumining afzalligini texmi aniq ko'rib olishga yordam bo'ladi. Hozir kishilar umumyuzlik holda ko'p xillashish hokim mutlaqlikning zahar qaytarg'uchisi deb qaraydi. Bunda qilishning natijasi bo'lsa, kompartiya davlatlarining ichidami nurg'un kishilarda demokratik kommunizm uqumi o'zaro zid degan qarashga keltirdi. İnsani huquqqa hürmet qilishni aktiv tashabbus qilish, yana demokratiyani qo'lga keltirish faoliyatiga bevosita nazariyaviy asos ta'minladi. Bu faoliyatlar mustaqilligi barg'ansir zo'rayotgan, siyosiy hidi barg'ansir qo'yiqlashayotgan avom jamiyatining hozirgi mavjud kommunizm tuzilmasida uzluksiz o'sib yetilishiga yordam bor. Mustaqil bir avam jamiyatining barliqqa kelishi jamiyatning kompartiya hukmronligidan eng oxiri ozod bo'lib chiqishining boshlanishiga barobar. Bir qism kompartiya davlatlarda, hatto Sovetlar ittifoqida o'zligidan bir qism mustaqil kollektivlar yo'pirilib chiqdi. Bu kollektivlar yangicha aloqa vositasidan foydalanib, omma ehtiyojli uchurlarni tarqatdi. Kompartiyaning kontrolligiga uchirmaydigan bu xil siyosiy tashviqot demokratlarning ijtimoiy iqtisod islohotini qanday qilish jihatda birdak fikr qo'lga keltirishiga foydali. Ham o'xshamagan siyosiy ko'z qarashdagilarning paydam-pay o'sib yetilib, haqiqiy siyosiy o'qitichi bo'lishiga foydali. Belgilik vaqtga kelganda ular huquqni tinch o'tkazib berish suhbati o'tkazishni talab qiladi yoki siyosiyda kommunizm hokim mutlaq tuzumidan mudofaa holatida turayotgan keyingi kommunizm mustabidligiga o'tish musofasida foydalanadi. Darvaqa navbatdagi ba'zi Sharqiy Yevropa davlatlari keyingi kommunizm bosqichi, ya'ni oxirgi mezgilda bir qism to'polonchilar yuz berishi mumkinni boshdan kechirgandan keyin eng oxirida xalqaro jamiyat bilan tamoman bir gavdalashib ketishi mumkin. Kompartiya davlatlari bilan kunsir ko'payayotgan fan texnika almashtirishi, ilm munosabati, hatto iqtisodiy hamkorliklarning demokratiya musofasini tezlatishda foydali. Agar bu faoliyatlar bilan hozirgi kompartiya hokimiyatlarida haqiqiy mustaqil avom jamiyatini qurish tirishchanligi o'zaro birlashsa, ahvol texmi shundoq bo'ladi. Shunga yil nomiga yeziladi, azob oqibat yana ko'rilishi mumkin. Masxara tusiga ega ahvol bo'lsa, yana odamlarning qarshida kommunizm oldingi sanoat jamiyatining yuqori darajada demokratiyalashgan, ko'p xillashgan jamiyatga qarab taraqqiy qilish musofasida tuyuqsiz ko'rilgan, yuqori badal to'lagan o'tkinchi bosqich.
Marksizm mükemmel bir cemiyet qurishga intiladi. Ham bir qism muvaffaq, hatto ijobiy taraflari bor. Ko'p xillashgan demokratik davlat 20-asrda bu taraflarni o'zining tuzilmasiga yo'g'irishi kerak. Bu ba'zi kompartiya davlatlarini eng oxirida xalqaro jamiyat qo'yniga akkirish sur'atini tezlatdi. G'arbning sotsial demokratizmchilari ijtimoiy farovonlikni oshirishni maqsad qilgan siyosatni yurgizishni kuchlik talab qilganlikdan yaqinqi necha 10 yilda hatto erkin korxona tijorat tuzumiga eng ahamiyat beradigan demokratik davlatlarmi ijtimoiy farovonlik tuzumini tuzishga hamda ijro qilishga boshladi. Xodimlarning o'sish fursati takshi bo'lib, darajaga ayrilib boj ilinadi. Ya'ni taqsimlashning adil bo'lmasligini yengish uchun. Jamiyatning to'van qatlamidagi kishilarga ma'rif fursati berdi. Puhralarga eng to'van chekdagi haqsiz davolash qatorliq ko'p xil farovonlik planlarini ta'minladi. Şuna korxona erkin tijorat qilish tuzumini yo'lga qo'ygan ko'p xillashgan demokratik davlatlarmi cho'qim puhralarning dard alimiga texmi ko'ngil bo'lishi kerak. Demokratik davlatning puhralarining dard alimiga ko'ngil bo'lishdek bu nuqtani hukumatga taklif berish, kun tartibiga kirgizishi kommunizmning әмді әр қандақ тарихи burchini ustiga olmaydiganligini unumlik isbotlab berdi. Demokratik davlat jamiyatga yuksak darajadagi mas'uliyatchanlik tuyg'usi bor hamda shaxsning siyosiy erkinligini haqiqiy hurmat qiladi. Bu ahvolda davlat tangdoshsiz g'alati maxluq emas, balki puhralarning o'zining rolini erkin ifodalashiga kapolatlik qiladigan cheklik qoral. Shunga ham kishining har xil talabini qondiradigan, ham insoniy huquqni qo'g'daydigan intayin afzal mexanizm barpo qildi. Bu kishilarning agar zolim, hamma ish qo'ldan keladigan davlat hokimiyatini tarixiy taraqqiyotini ilgari suradigan asosliq vosita qilsa, insoniyatning go'zal tushi, ehtimol qabohatlik tush bo'lib qolishi mumkinligini yanama ilgirlab, to'nib yetganligini ifodalab berdi. 20-asrda kommunizm insoniyatga ofat keltirdi. Ammo ichinishliq ham intayin muhim savoq berdi. Utopiyacha jamiyat qurilishi bilan murakkab insonlar muhiti o't bilan suvdak sig'isholmaydi. Faqat siyosiy huquq cheklimiga uchraganda ondan jamiyatning ijodchanligi eng cho'ng darajada joriy bo'ladi. Bu muhim savoqqa asosan 21-asrga hukmronlik qiladigani kommunizm emas, balki demokratik hokimiyat tuzumi bo'lishi mumkin. 2013-yili 5-oyning 16-kuni tamomlandi. Shuning bilan kitob tamom.